Namangandagi Yashil bozorga kelganmiz. Nech pul ekan? Shuni so'raylar, qizildi. Mana qizil nech pul ekan? 1 million 400. 2 million 400 ming. Yondagicha? Bir qiz Matskillar ko'ringlargacha. Retro mashinachalar. Bular qancha ekan retrolar? 1 million 600 ming so'mdan aka. 1 million 600 mingdan. Necha tezlikda yuradi? 20 bormi? Bunisi bolalarga. Bunisi qancha? 400 ming so'm. Elektronli. Sotamiz. Jahongirga mana mataskil kerak ekan. Yo 7 bo'ladi, yo 8 yo 9. Bu mataskillar nech pul ekan? 2 million 400. 2 million 400 ming. Uzr. Kattalarni ham ko'taraverar ekan. Chiqib qayda yursangiz bo'laveradi, yoshligingizda. Hali yangi To'g'ri YouTube'ga video ketyapti. Telefon nomerini aytib olsangiz, kerak odamlar telefon qilib yuboradi. 97 lar. Aha. 810 810 77 70. 77 70. Kimga shunaqa narsalar kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Akamiz chiroyli qilib dastavka ham qilib beraverasiz-a? Dastavka ham qilib beraverasizmi? O'sha Namangan viloyat bo'yicha, yo Vodiy bo'yicha ham bor-a dastavka? O'zbekiston bo'yicha. O'zbekiston bo'yicha dastavka ham bor ekan mana. O'zbekistonga dastavka qilib beramiz. Yangisi ham bor, rabochiy ham bor. Bizda hammasi yangi. Ha, hammasi yangi ekan bu yerdagilar. Aytilgan raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Mana bunaqa traktorlar ham bor ekan. Bolalaringizga olib bersangiz maza qilib haydab yurishadi. Qarang, mashinalar zo'rligini. Bizning yoshligimizda qayerda edi bunaqa mashinachalar? O'zimiz taxtalardan yasab mashina chaqib olardik. Zo'r. Namangandagi Yashil bozor.